Assalomu alaykum Termiz uy savdosi a'zominashlar. Navbatdagi manzilimiz Termiz tumani Kertda bo'lib turibdi. Ko'rib turganingizdek 13-brigada yo'lning ustida joylashgan yer savdo hovlimiz sotuvda. Naqd 14 sotix bo'lgan hovlimiz sotuvga chiqdi. Pastda uy egalari raqamlari bilan chiqishadi, ya'ni reklama maqsadida kelishganmiz. Bemalol chiqib narxlarni kelishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek hozir men tashqi fasadlarini ko'rsatyapman. To'g'rimizdagi teplisalar hammasi o'sha xonadon egalariga tegishli. Umumiy maydon aytib o'tdik 14 sotix juda katta joydan bo'lyapti. Yanada siz uchun bo'lib ham sotiladi azob-nashlar. Narxini iltimos qilishgani uchun qo'yib o'tmadik. Bemalol uy egalariga chiqib o'zingiz variantingizni berasiz. Narxlarni ancha kelishtirilgan holda beriladi. Faqatgina naqd pulga sotiladi deb aytishyapti. Yanada telefon qilib bog'lanib o'zingiz variantingizni berasiz. Ko'rib turganingizdek ancha oldin qurilgan uylarimiz bemalol buzib tashlab keyin o'rniga uy qursangiz bo'ladi. Ya'ni lokatsiyasi juda yaxshi joydan bo'lyapti. Bu yerda gaz, suv, svetda, kanalizatsiyada aslan muammo yo'q. Uzr, kanalizatsiya yo'q, lekin gaz bosimini kelib tashlaydiganlar bilishadi. 13-brigada ko'rib turganingizdek to'g'rimizda yangi imoratlar tashlangan. Bemalol davom ettirib ketsangiz bo'ladi. Bu yoqda esa kattagina hovlimiz, vaqtinchalik yashab turishgan uyimizlarimiz bor azob-nashlar.